Nilüfer yıldız korumuz tayyorlash. Endi bunu tayyorlashning tafsiliy bosqichlar bilan tanishib chiqaylik. Altdan puraqliq muvaqqaqini ilman suvga chilab yumishtimiz. Arkadan bir tüp nilüfer yıldızını to'g'rab tayyorlab olamiz. Çoğuna qaçığa yerim soğuk koyup onun üstüne azırak aqaç su koygandan keyin nilüfer yıldızını chilab koyamiz. İkidan to'q balchiq göğüşünü so'ngidan ayırıp cho'ng alat to'g'rab olamiz. Göğüşünü to'g'rab bo'lgandan keyin azırak ko'k burchaqni yan alat to'g'raymiz. Arkadan baya ilman suvga chilab tayyorlab olgan puraqliq muguni to'g'rab olamiz. Materialı tayyor bo'lgandan keyin ayrim qaçıgan nilüfer yıldızı bilan to'q göğüşünü silib, onun üstüne 2 qo'shiq chang yo'silib aralashtiramiz. Arkadan qazanğa muvafiq miqdorda o'simlik mayi qo'yib qizgandan keyin to'q go'shtini silib qo'raymiz. To'q go'shtning rangi bir qor o'zgargandan keyin ustiga nilüfer yildizi va puraqliq muguni silib qo'raymiz. Bularni silib bir qor qo'rib bo'lgandan keyin ustiga yarim chekidak alati sho'rib qo'yamiz. Qo'rim bir qor qo'rilib bo'lgandan keyin uning ustiga 2 qo'shiqdan shakar va jang yo'q qo'yib, yana aralashtiramiz. Muşlar bir qor qaynagandan keyin tovuqni yapib, o'tiral o'tda 10 minutdan 12 minut kutimlab pishiramiz. Eng oxirida to'g'ralgan ko'k burchaqni silib bir qaynatib etgandan keyin tuz ta'mini tetib taqsilak ussaq tayyor bo'lgan bo'ldi.